Ani Hashimika, Yorobun. Bugun sizlar bilan topik imtihoni ikkinchi darajasi har bir savol turlari haqida gaplashamiz. Har bir bo'limni. O'tgan darsda topik imtihonining umumiy kartinkasi, ko'rinishi haqida aytib berdim. Bu videoda har bir savol, har bir bo'limning har bir savoliga bittadan kirib to'xtalib o'tamiz. Qanaqa savollar tushadi? Tayyor bo'lsanglar qani, ketdik. Lekin mendagi hali tayyor emas ekan. 1 sekund. Bunday qilaman. Adashdim. Ketdik. Xo'p. Ballar hammasi haqida tushundik. Umumiy qoida har bir bo'limdagi savollarda har bir bo'lim titki, ilki, sigi. Har bir bo'limda savollar osondan qiyiniga qarab boradi. Kimdir uchun oxirgi savol eng osoni bo'lishi mumkin, lekin umumiy olganda birinchi savoldan boshlab oxirgi savolga qadar savollar jadallashib, qiyinlashib, murakkablashib boraveradi. Savolning eng umumiy turlaridan biri masalan mos rasmni tanlash, keyingi gapni topish, yochilsu innin degan, ya'ni bog'lash mumkin bo'lgan gapni topish yoki mazmunga mos javob, aynan bir fakt yoki markaziy fikr, biron bir umumiy paragrafda markaziy fikrlar, maqsadlar so'ralishi mumkin yoki uzun matn berib, tagiga chiziqlar chizib, mana bu nima degani yoki bu umumiy ma'nosi nima degan savollar kabilar uchraydi. Masalan, tirin, ya'ni titta tirin bo'lyapti. Titta eshitgan mazmun bilan bir xil bo'lgan narsani tanla deb savol beradi. O'sha demak, aynan o'shanga mos javobni tanlash kerak. Bu aytganlarim titki uchun edi. Ilki uchun 50 ta savol 100 ball, o'sha sigi titki qatori bunda ham 50 ta savol 100 ball edi. Demak, har bir savol uchun 2 balldan beriladi. Har bir to'g'ri javob uchun. Yaxshi, boshida oson bo'lgani bilan o'shani topsangiz ham boshida 20 tadan 40 ball bor degani. Bu ham bo'sh joyni to'ldirish, mavzu maqsad topish, gaplar tartibini tiklash, ya'ni gaplar o'zbek tilida endi oson tiklash, lekin koreys tilidagi gaplarni tiklashga ham biroz o'ylanish kerak. Hali bularni har birini ichiga ham bittalab kirib chiqamiz. Umumiy har bir savol qanaqa ko'rinishda bo'lishini aytib chiqyapman hozir. Har birini ichiga kirib bittalab qayerda nima qilish kerakligini ham tushuntirib beraman hali. Mos yoki mos emas yoki gapni joyiga qo'yish. Bir gap beradi-da, bu yoqda mana yerda bitta paragraf beradi. Mana shu gapni olib kelib mana yerga qo'yamiz. Bu yergami degan savollar ham bo'ladi. Yoki o'sha butun bir paragrafdan umumiy ma'no nima degan asosiy fikrni ham so'raydi. Misol sifatida bitta savol: Taym kiri chujaru almajin gosul ko'rish pishiyo. Navbatdagi matnning mavzusiga mos javobni tanlang. Eslatma sifatida aytilyapti, 50 ta savol 70 daqiqa. Bu degani 50 ta savolga 20 daqiqa berilganda edi. 1 minut 20 sekund, 1 minut 15 sekundlar atrofi tushadi bitta savolga. Xo'p, bu degani boshdagi savollar qanchalik tez yechilsa, masalan 30 sekund, 20 sekund va hokazolarda yechilsa, oxirgi qiyin savollarga sizda ko'proq vaqt qoladi. Sigiga keladigan bo'lsak, 4 ta savol: amaliy matn, e'lon, xabar, xat, email va hokazolar. Ichida 2 ta bo'sh joy bo'ladi, o'shani to'ldirish kerak. Undan keyin tushuntiruvchi matn ichida masalan hasharotlar va hokazolar haqida gapiradi. O'shaning ichida 2 ta bo'sh joy qoldiradi. Buni ham to'ldirish savollari. Aytganimdek, detalni hali ko'rib chiqamiz, qilmanglar.
keyingi videolarda faqat. Hozir umumiy grafik jadvali va tavsifi. Sizlarga masalan grafik beradi. Masalan, yosh o'tgan sari kechirasizlar, kimdir meni hacking qilmoqchi bo'lyapti, tushunmadim. Keyingisi grafik jadval, masalan grafik beradi. Yosh o'tgan sari bansaga borish jarayoni. Bu yoqda yosh o'tgan sari sport bilan shug'ullanish holatlari. Masalan, yosh o'tyapti, sport bilan boshida yoshligida odam zo'r shug'ullanyapti, bansaga kam boryapti, vaqt yosh o'tgan sari sport bilan kam shug'ullanyapti va bansaga ko'p boryapti degan narsalarni sizlar yoritib berishlaring kerak. Aynan o'zinglarni fikrlaring bilan emas, ko'rilgan, ko'rsatilgan narsa bilan faqat. Ya'ni odamlar sportga bormay qo'ygani uchun degan narsalar, sabab degan narsalar ko'rsatish shart emas bu yerda. Kerak emas. Uni albatta keyingisida ko'rsatish kerak inshoda. Bunda o'zingizning fikringiz, atrofdagi bo'layotgan jarayonlar va hokazolarni inobatga olib, berilgan mavzuga ta'sir doirasida insho yozish kerak bo'ladi. 54-savol, ya'ni insho 50 ballni beradi sizlarga. Yarmi deganisigina tashlab ketmanglar. 53 va 54 birgalikda 80, ya'ni 53 ning o'zi 30 ball beradi. Boshidagi ikkita esa 10 balldan beradi mana bular. 10 plus 10 plus. Bu 30 plus, bu 50 plus ballni beradi. Baholash mezoni albatta o'sha sizlarda insho yozishda hisoblasak, inshoda kirish bormi? Asosiy mavzu yoritilganmi? Xulosa bormi? Mavzudan off topic, ya'ni tashqariga chiqib ketilmaganmi degan narsalar hammasi hisobga olinadi. Titkida umumiy tushunchalar asosiy e'tibor qaratiladigan. Titkida masalan audio bir marta aytiladi, qaytarilmaydi. Shuning uchun orqadagi savolga qaytishim kerak edi, buni yechmay qolib ketdim deb o'ylagandan audioga fokusini qaratib eshitib oldinga qarab intilish kerak. Titkiga qanday tayyorlanish bo'yicha juda ham zo'r materiallarim bor, fikrlarim ham bor. Albatta titkini o'ziga kelganda yaxshilab tushuntiraman. Hozir asosiy narsa podkast ko'p eshitish. Qaysi podkastligini o'zim eshitgan podkastlarni sizlar bilan ham bo'lishaman. Ilki vaqtingiz 70 minut ko'pday tuyuladi, lekin o'qiganda juda ham tez o'tib ketadi. Tez o'qing, boshida tezroq, oson savollardan tezroq sakrab o'tib, qiyin savollarga kelganda o'tirib yaxshilab o'ylaning. Har bir so'zni tarjima qilish yaramaydi, umumiy ma'noni tushunib olish kerak. O'shanda qolgan so'zlar ham o'zini o'zi oshkor qilib boshlaydi. Sigiga keladigan bo'lsak, oxirgi ikkita savol, ya'ni insho va grafikka javob yozish juda ham muhim. Har bir bo'lim osondan qiyinga borgani uchun oddiy savollarni ishonch bilan tez yechib o'tish kerak. Xo'p, umumiy ma'lumotlar bilan bo'lishdim. Endi kalit so'zlar. Hekshim degani kalit, asosiy degani tano so'z. Munje yuhyong, savolni yo'nalishi, turi. Pinkan chevugi, bo'sh joylarni to'ldirish. Chungshim sengak, gapdagi asosiy fikr. Chuje mavzu, ilji hanin neyong degani mos keluvchi fakt, mazmun. Topyo, grepe, 53 da yozadigan jadvalimiz yoki graf. So'rin, ponlun, ko'llun. So'rin kirish, ponlun asosiy qism, ko'llun xulosa. Ko'kikcha rasmiy yozma uslub. Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, titki va ilkida 50 tadan savol. Sigi 51, 52, 10 plus 10, 20 ball. 53, 30 ball, 54, 50 ball. Oldindan variantlarni o'qish titki va ilkida juda ham ko'p qo'l keladi. Agarda hozirgi eshitayotgan savolingizga audio yoki o'qib turgan savolga javob topib qo'ysangiz, oldinga o'tib nimalar borligini ko'rib olish kerak. Endi asosiy savollar.
Sigi bo'limida qaysi savol eng ko'p ball berar ekan? 54. Titki audiosi haqida qaysi gap to'g'ri? Faqat bir marta yangraydi. 53-savolda nima qilinadi? Grafiklarga 200-300 taga yaqin bo'g'inli so'zlar bilan insho yoziladi. Demak, bugungi asosiy mavzularimiz shulardan iborat edi. Bundan keyingi darsda ilki, ya'ni o'qish imtihoni turini har bir savoli bo'yicha gaplashamiz endi. Har bitta savol bo'yicha. Qaysi savolga qanaqa yondashish kerak? Nimalar keladi? Nimalarni o'rganish kerak? Har biri bo'yicha to'xtamay, zo'r qilib materiallar tayyorlab aytib beraman sizlarga. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Mana bu fayl yoki shunga o'xshagan fayllar yoki aytmoqchi bo'lgan fayl ma'lumotlarim kerak bo'lsa, albatta pastda havolasini qoldiraman. Rahmat.